550 ming dollarga Dubaydan qanday xonadon xarid qilish mumkin? E'tibor bering, ushbu proyekt o'xshashi yo'q, juda ham chiroyli. Mana bu yuza qismi to'liq quyosh panellari o'rnatilgan, ya'ni elektr energiya ishlab chiqarish uchun. Shuningdek, mana bu yoqdagi qulayliklarni sanab adog'iga yeta olmaysiz. Bu yoqda basseynlar, dam olish zonalari, mana bu yoqda esa ko'rishingiz mumkin barbekyu qilib, qo'ni-qo'shnilar bilan shashlik pishirishingiz mumkin. Va aynan mana shu proyektni joylashuvini sizga hozir ko'rsataman. Mana bu yoqdagi odamlarning ko'pligiga e'tibor bering. Bu proyektimiz aynan xuddi shu yerda joylashgan. Mana bu 3 ta bino hisoblanadi. Yaqinlashtiraman. Bu yer Dubaydagi eng zo'r o'sish potensiali yuqori bo'lgan rayonlardan biri, Meydan deb nomlanadi. Ko'rishingiz mumkin, katta rayon, shahar ichida bir shaharcha. Bu yerda infrastruktura oilaviy yashash uchun juda ham zo'r, ajoyib shakllangan. Kelajakda bir necha yildan so'ng mana bu sun'iy plyaj, laguna bitgandan so'ng bu yerda uy-joylarning narxi yana ham o'sib ko'tarilib ketishi mumkin. Shu sababli hoziroq bu yerga investitsiya qiling. Batafsil ma'lumot olish uchun bizga murojaat qiling. Biz sizga to'liq yo'l-yo'riq maslahat beramiz.